Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun turizm xizmatlari bozori fanining birinchi mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni turizm xizmatlari bozori fanining predmeti, maqsadi va vazifalarini ko'rib chiqamiz. Mavzu davomida biz turizm xizmatlari bozori tushunchasi, uning maqsadi, vazifalari hamda turizm xizmatlari bozorining milliy iqtisodiyotda tutgan o'rni bilan tanishib o'tamiz. Xizmatlari bozori turizm sohasida xizmatlar ishlab chiqarish, taqsimlash, almashish va iste'mol jarayonlarini o'rganuvchi fan bo'lib, u mazkur xizmatlar bozorining shakllanishi, rivojlanish mexanizmlari, raqobat muhitini tahlil qilish, iste'molchilar xatti-harakatlari va ularni ehtiyojlarini o'rganishga qaratilgan hisoblanadi. Ya'ni o'zi fan davomida biz turizm xizmatlar bozorining barcha komponentlari, barcha xizmatlari, mahsulotlari, xizmat va mahsulotga narx belgilash, uni shakllantirish, qanday xizmatchilar mavjudligi, barcha shakllantirilgan xizmat hamda mahsulotlarni raqobatbardosh darajaga olib chiqishdagi xatti-harakatlarni o'rganamiz, tahlil qilamiz. Xo'sh, o'zi turizm xizmatlari bozori nima? Turizm xizmatlari bu biror bir turistik destinatsiyaga kelgan yoki ketayotgan sayyohlarga kerakli bo'lgan xizmatlar, ya'ni ovqatlantirish, transport, tashish, ekskursiya kabi xizmatlarni taqdim etadigan joy hisoblanadi. Oddiy qilib bozor ta'rifiga qaraydigan bo'lsak, talab va taklif kesishadigan makon deb ataymiz. Turizm xizmatlari bozorida esa turizm xizmatlariga bo'lgan talab hamda taklif kesishadigan turistik destinatsiya hisoblanadi. Misol uchun, keladigan sayyoh biror bir turistik talab orqali keladi. Masalan, madaniy turizmga talab, ekoturizmga, tibbiy turizmga bo'lgan talab bilan keladi. Mana shu sayyohning talablari o'ziga bir qancha komponentlarni jamlab oladi. Ya'ni turistik xizmatlar bo'lishi mumkin, mahsulotlar bo'lishi mumkin, taassurotlar bo'lishi mumkin va hokazo. Mana shu turistning talabi bilan turizm xizmatlari bozorida taklif qilinadigan barcha taklif tizimi, ya'ni barcha turistik xizmatlar kesishadigan joy bu turizm xizmatlari bozori deyiladi. Umuman olganda bozor unsurlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni bozor qaysi unsurlardan, komponentlardan tashkil topgan? Ya'ni u talab, taklif, narx hamda ishtirokchilardan tashkil topgan hisoblanadi. Ana endi turizm xizmatlari bozori quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan tashkil topgan hisoblanadi. Ya'ni biz turizm xizmatlari bozorini tahlil qilish, o'rganish, undagi xizmat, mahsulot, narx yaratish uchun biz uni qaysi unsurlardan, qaysi tarkibiy jihatlardan tashkil topganini aniqlab olishimiz lozim hisoblanadi. Xo'sh, ya'ni turizm xizmatlari bozori bir nechta tarkibiy tuzilmalardan tashkil topgan. Misol uchun, birinchisi xizmatlar turlari bo'yicha tarkibiy qismdan tashkil topgan. Ya'ni bu nima degani? Turizm xizmatlar bozorida ko'rsatiladigan barcha xizmatlarning turi hisoblanadi. Biz bilamizki, oddiy turpaket ba'zi adabiyotlarga ko'ra ikkita asosiy xizmatlardan, ba'zisiga ko'ra esa 3 ta asosiy xizmatdan tashkil topgan bo'lishi kerak. Turizm xizmatlari bozorida ham xizmatlar asosiy hamda qo'shimcha xizmatlardan tashkil topgan hisoblanadi. Misol uchun, transport, joylashtirish xizmati, ovqatlantirish xizmati, ekskursiya va madaniy xizmatlar, tibbiy va salomatlik xizmatlari, axborot va yo'riqnoma, sug'urta, xavfsizlik, ko'ngilochar xizmatlar va hokazo. Ya'ni sayyohga uning sayohati davomida ko'rsatilishi mumkin bo'lgan barcha xizmatlar turizm xizmatlari bozorida xizmat turlari bo'yicha bo'linadi. Misol uchun, transport xizmatini oladigan bo'lsak, sayyoh bir destinatsiyadan ikkinchi destinatsiyaga borish davomida foydalanadigan barcha transport turlari. U bo'lishi mumkin avia tashuvlar, temir yo'l tashuvlari, avtobus yordamida va hokazo. Bundan so'ng o'zi belgilagan turistik destinatsiyaga
tashrif buyurgandan so'ng foydalanadigan transport xizmatlari. Misol uchun transfer uchun yoki sayohati davomida foydalanadigan mashina bo'ladimi, avtobus bo'ladimi, ijaraga olinadigan boshqa transport vositalari bo'ladimi, barchasi transport xizmatlari hisoblanadi. Joylashtirish xizmati, ya'ni sayyoh o'zi maqsad qilgan turistik destinatsiyaga borgan paytda foydalanadigan mehmonxona va unga o'xshash joylashtiruv vositalari, hostellar, dam olish uylari, sanatoriya, kemping va hokazolar. Ovqatlantirish xizmati, ya'ni restoran, kafe, fast foodlar, catering xizmatlari va hokazo. Ya'ni turizm xizmatlari davomida, ya'ni sayohat davomida ko'rsatilishi mumkin bo'lgan barcha xizmatlar bo'lishi mumkin. Ikkinchi turistik xizmatlar bozori tarkibi bu ishtirokchilar bo'yicha hisoblanadi. Ya'ni turizm xizmatlari bozori qanday ishtirokchilardan, ya'ni subyektlardan tashkil topgan? Biz bilamizki, bu taklif beruvchi, ya'ni xizmat ko'rsatuvchi subyektlar hamda foydalanuvchi, ya'ni iste'molchi subyektlar hisoblanadi. Misol uchun, turoperatorlar, ya'ni kompleks xizmatni shakllantiruvchi yirik tashkilotlar hisoblanadi. Bunda turoperatorlar barcha turistik xizmatlarni bir paketda, ya'ni bir mahsulotda shakllantirib, sayyohga taklif qiladi. Turagentlar, ya'ni turoperatorlar xizmatlarni sotuvchi vositachilar hisoblanadi. Nimaga vositachi? Chunki ular turoperator hamda iste'molchi, ya'ni turist o'rtasida vositachi bo'lib hisoblanadi. Xizmat ko'rsatuvchilar, ya'ni turizm iste'moli davomida barcha xizmat ko'rsatuvchi, xizmat faoliyatini olib boruvchi shaxslar yoki korxonalar hisoblanadi. Misol uchun, mehmonxonalar, transport xizmatlari, restoran, ekskursiya, gid va boshqa xizmat ko'rsatuvchi subyektlar. Davlat tashkilotlari, ya'ni biror bir turistik destinatsiyada turizmni shakllantiruvchi hamda tartibga soluvchi organlar. Misol uchun, turizmni tartibga soluvchi vazirliklar, qo'mitalar va mahalliy hokimliklar hisoblanadi. Va oxirgisi esa mijozlar, iste'molchilar, ya'ni sayyohlar. Bunda xizmatlarni iste'mol qiluvchi ichki va xorijiy sayyohlar hisoblanadi. Ana endi uchinchi tarkibiy qismi bu bozor segmentlari, ya'ni iste'molchilar bo'yicha turizm xizmatlar bozorini tashkil qiluvchi segment turi. Biz bilamizki, iste'molchilar mahalliy hamda xalqaro sayyohlarga bo'linadi. Bu degani ma'lum bir davlatda yashab, ma'lum bir hududda yashab, o'sha hudud bo'yicha sayohat qiladigan barcha sayohatchilar mahalliy sayyohlar hisoblansa, o'zi yashab turgan hududdan boshqa bir hududga boruvchi sayyohlar xalqaro sayyohlar hisoblanadi. Mana shu ikkala turdagi sayyohlar o'zlarining talablaridan kelib chiqib, turizm turlari bo'yicha segmentga bo'linadi. Misol uchun, bir sayyohning sayohatga bo'lgan ehtiyoji ekoturistik marshrutlarni tashkil qiladi. Ya'ni ular ekoturizm segmentlari hisoblanadi. Tabiat bilan bog'liq xizmatlarni qabul qiluvchi sayyohlar yoki biznes turizm segmenti konferensiya, turli xil seminarlar, xizmat safarlari bilan biror bir hududga tashrif buyurib, o'sha hudud xizmatidan foydalanuvchi sayyohlar. Yoki kelinkim dam olish, ya'ni rekreatsion segment. Bunda soha sayyohlari uchun dam olish va sog'lomlashtiruvchi xizmatlar hisoblanadi. Hamda oxirgisi axborot va texnologik infratuzilma. Ya'ni turizm xizmatlari bozori raqamli texnologiyalar, marketing va PR xizmatlari, tahlil hamda statistik bo'limlardan ham tashkil topgan. Ya'ni raqamli texnologiyalar deganda hozirgi kunda zamonaviy bo'lgan onlayn bron tizimlari, mobil ilovalar, turizm CRM tizimlari hisoblansa, marketing va PR xizmatlari esa sayyohlarni jalb etish uchun reklama, brending va sodiqlik dasturlarini tashkil qiladi.
Bundan tashqari, biz hozirgi kunda turizmda ma'lum bir o'rinlarga erishish uchun, ma'lum bir yutuqlarga erishish uchun barcha tahliliy qismlarni tashkil qilishimiz kerak. Ya'ni bizdan oldingi paytda turizm qanday bo'lgan, qanday rivojlangan, uning rivojlanishi uchun yoki orqaga ketganligi uchun qaysi ko'rsatkichlar ta'sir qilganini tahlil qilib, kelajakka qarashimiz mumkin. Kunda turizm xizmatlari bozori har bir mamlakatda ma'lum bir foyda keltirmoqda. Ya'ni turizm xizmatlari bandlik darajasini oshiradi. Ya'ni turizm rivojlangan mamlakatlarda mahalliy aholi turizm xizmatlari bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Ya'ni turizm xizmatlari bir qismi bo'lgan mehmonxonalarda, turfirmalarda, bank xizmatlarida, fil-ketlik sohasida ma'lum bir faoliyat bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari, turizm xizmatlari hozirgi kunda chet el valyutasini jalb qiladi. Ya'ni xalqaro sayyohlar bilan birga ma'lum bir hududga chet el valyutasi ham kirib keladi. Mahalliy tadbirkorlikni rag'batlantiradi. Ya'ni turizmni rivojlantirish uchun davlat mahalliy tadbirkorlarga ma'lum bir imtiyozlar beradi. Misol uchun, 4 yulduzlik, 5 yulduzlik mehmonxonalarni tashkil qilishda ma'lum bir soliqlardan ozod qilish yoki soliq stavkasini pasaytirish, turfirmalarni ochishda ma'lum bir rag'batlantirishlar berish va hokazo. Bundan tashqari, infratuzilmani rivojlantiradi. Ya'ni biz bilamizki, sayyohlarni jalb qilish uchun biz yashaydigan hudud, ya'ni turistik destinatsiya yuqori darajada jozibadorlikka erishgan bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha hududning tiliga, diniga, millatiga, madaniyatiga xos bo'lgan barcha ko'rsatkichlarni namoyon qilish kerak. Turizm rivojlangandan keyin yo'llar, meditsina xizmati, ya'ni tibbiy xizmat, binolar, maktab, ya'ni o'quv binolari barchasi maksimal jozibadorlikka erishib oladi. Xo'sh, hozirgi kunda turistik ko'rsatkichlarni tahlil qiladigan bo'lsak, ya'ni turizm xizmatlar bozoridan tushgan tushumni yoki turizm xizmatini o'zi, turizm industriyasini o'zi qancha sayyohni jalb qilayotganiga e'tibor qaratish uchun UN turizmga yuzlanishimiz mumkin. Ya'ni 2019-yildan 2023-yilgacha ko'rsatkichlarni qaraydigan bo'lsak, xalqaro sayyohlar 2023-yilda 1,3 milliard sayyohni tashkil qilgan. Ya'ni biz turizm qanday ko'rsatkichga erishganligini bilishimiz uchun pandemiyadan oldingi 2019-yil ko'rsatkichlari bilan tahlillarni olib boramiz. Hozirgi kunda barcha xalqaro hamda mahalliy turizm tashkilotlarining maqsadi pandemiyadan oldingi ko'rsatkichga erishish hamda undan yuqorilab ketish hisoblanadi. Shuning uchun barcha statistik tahliliy ko'rsatkichlar 2019-yil bilan solishtirma olib boriladi. 2023-yilda sayyohlar soni, ya'ni xalqaro sayyohlar soni 2019-yilga nisbatan 11% kam bo'lgan. Xo'sh, turizm eksporti esa 2023-yilda 1,8 trillion dollarni tashkil qilgan. Ya'ni bu 2019-yilga nisbatan 1% kam ko'rsatkich hisoblanadi. Hamda turizmni yalpi ichki mahsulotga qo'shgan ulushi 2023-yilda xalqaro ko'rsatkichlarda 3,4 trillion dollarni tashkil qilgan. Ya'ni biz bilamizki, xalqaro ko'rsatkichlarga qaraydigan bo'lsak, turizm yalpi ichki mahsulotning 10%ni tashkil qiladi. Ya'ni turizm xizmatlari, ulardan tushgan tushum. Ba'zi davlatlarda esa turizm xizmati o'sha davlatni to'liq qamrab oladi. O'zbekiston davlatida esa, O'zbekistonda esa 2024-yildagi turizm ko'rsatkichlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, xalqaro sayyohlar soni
8,6 millionni tashkil qilgan. Sayyohlarga mana shu 8,6 million sayyohga xizmat ko'rsatish darajasi 2,7 milliard dollarni tashkil qilgan hamda ushbu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 1,5 barobarga ko'p hisoblanadi. Ya'ni sayyohlar soni ham, ulardan keladigan tushum ham hozirgi kunda juda yuqori ko'rsatkichlarga ega. Xulosa qilib aytganda, turizm xizmatlari bozori hozirgi kunda bir qancha komponentlardan tashkil topgan. Ya'ni biz butun fanimiz davomida turizm xizmatlari bozorini tahlil qilamiz. Ya'ni undagi subyektlar, talab va taklif tizimi, xizmat hamda mahsulotga narx belgilash, ushbu mahsulot hamda xizmatlarni raqobatbardosh ko'rsatkichlarga olib chiqish, ularni reklama qilish, PR bilan shug'ullanish, brend yaratish ular uchun va bir qancha barcha mana shu turizm xizmatlari bozoriga taalluqli bo'lgan ko'rsatkichlarni tahlil qilamiz, o'rganamiz hamda men o'ylaymanki, kerakli natijalarga erishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.